Hammaga salom bolalar. Bugun sizlar bilan men T-Rex bo'lgim va sizlarga men OpenCase qilishni o'rgataman. 0 ga, ya'ni. Короче, biz buni qilish uchun mana unaqa qo'l tashlagan tangadan 150 ta yig'ishimiz kerak. Buni esa keyinchalik o'rgataman. Va mana yerda 10 talik dras turadi. 150 taga bemalol sotib olishimiz mumkin. Buni sotib olamiz. Keyin buni ko'rsanglar 30 kunga beradi. Keyin invertorga kiramiz deb mana shunday qilib ishlatish tugmasini bossak, o'zi OpenCase qilgan o'tib ketadi. Mana yerda biz Sonic'ni tanlab olamiz. Mana kelar mumkin 0 ga bo'lib turibdi. Xohlaganinglarda 0 ga ochishinglar mumkin. Bismillah. Xo'sh, birinchisiga tanga. Jeito ali assim, fazer não brabo da putaria. Ko'rishingiz mumkin, mana OpenCase o'z nihoyasiga yetdi. Xayr. Aytgancha bu mana birinchi videom bo'lganligi uchun xatolarimni to'g'ri tushunib, podpishkada bo'lasizlar degan umiddaman. Aytgancha obuna bo'lish esdan chiqmasin.